Albatta zina, ya'niki nomahram erkak ayolni jinsiy aloqada bo'lishlari bu butun xalqlar, barcha dinlar tarafidan qattiq qoralangan narsadir. İnsaniyat tarixida zinoni maqtagan yoki zinoni joiz degan xalq, din, tuzum mutlaqo bo'lmagan. Bu qabih demak ishni barcha qoralagan. Qadimda hamma bu ishni qilgan erkak ayollarni jazolash lozimligini ittifoq bilan yo'lga qo'yishib kelishgan. Islom dini esa bu narsani qoralashda, bu narsadan jamiyatlarni poklashda misli ko'rilmagan katta ko'lamdagi ishlarni olib borgan, tushuntirish ishlarini olib borgan, qoralash ishlarini olib borgan va jazolash ishlarini ham olib borib, jamiyatda bu jirkanch illatni yo'q qilish uchun ajoyib bir uslublarni qo'llab, insoniyatga baxt saodat yo'lini ko'rsatgan, tajribada, voqelikda tatbiq qilib isbot etgan. Islomda zinoni qoralash, unga qat'iy jazolarni belgilash bilan birga zinoga olib boruvchi yo'llarni to'sish uchun ham katta ishlar qilingan. Ana shu ishlardan biri mana shu savolni demak asnosida ko'rinib turibdi. Zinoni demak ana shu jinsiy aloqa, noshar'iy jinsiy aloqa nuqtasinigina aytib qo'ymasdan, unga olib boruvchi narsalarni ham zinoga tenglashtirilgan. Ko'z zinosi deganda demak bir erkak yoki ayol kishini boshqa bir jinsdagi nomahram kishiga shahvat bilan qarashi demak ko'zda tutilgan. Kim bo'lishidan qat'iy nazar bir odam ikkinchi bir shaxsga, o'zidan mug'oyir bo'lgan shaxsga shahvat nazari bilan ko'z tiksa, uni demak qaddi-qomatiga, jamoliga, fitnaga, ya'niki shahvatni qo'ziydigan yerlariga nazar solib, o'shundan bir huzurlanish, lazzatlanish ma'nosidagi holatga keladigan bo'lsa, bu ko'z zinosi bo'ladi. Bu ko'zi bilan nomahramga ko'z tikdi, ana shunday shahvat nazari bilan qaradi, ana shuning uchun gunohkor bo'ladi. Chunki mana shu holat uni zinoga yetaklashi turgan gap. Til zinosi esa ana shu zinoga oid gaplarni gapirish, ikkinchi bir shaxsga, ya'ni bir erkak ayolga yoki ayol erkakka o'zini gapi bilan uni e'tiborini tortib, zinoga chorlovchi so'zlarni aytishi, gaplarni gapirishi ma'nolari til zinosi bo'ladi. Qo'l zinosi esa o'sha nomahramni ushlash bilan bo'ladi, turli a'zolarini silash bilan bo'ladi va hokazo shunaqa holatlar. Dil zinosi esa o'sha ko'ngli ketib, ana shu bilan zino qilsamidim, uni undoq qilsamidim, bundoq qilsamidim degan dildan o'tkazish orqali dil zinosi ham demak sobit bo'ladi. Bularning hammasi gunoh hisoblanadi. Bundoq ishlarni, uni shahvat nazari bilan qarash ham, shahvat ma'nosidagi gaplarni gapirib, shu ma'noga zinoga chorlash holatlari, nomahramlarni turli a'zolarini ushlash holatlari, dilidan zinoni tafsilotlarini o'tkazish holatlari harom hisoblanadi. Bunday ishlarni qilgan kishilar gunohkor bo'ladi. Xo'p, endi zino kechiriladimi degan savol. Xo'p, uning azobi qanday bo'ladi? Bu azobdan qutulib qolish uchun nima qilish kerak degan savollar. Zinoni azobi shariatda ko'rsatilgan. Agar zino qilgan shaxs erkak bo'lsin, ayol bo'lsin, oila ko'rgan bo'lsa, ya'ni to'laqonlik nikohda yashagan bo'lsa, toshbo'ron qilish bilan bo'ladi. Agar oila qurmay turgan bikr shaxslar zino qilgan bo'lsa, ularga darra uriladi, 100 darra uriladi. Lekin bu savol bugungi kunda
ko'p takrorlangan savollardan. Chunki bu shar'iy jazolar hozir qo'llanmay qolgan. Ko'pgina musulmon davlatlarida ham bu jazolarni tatbiq qilish amaldan qolgan bir holat. Mana shu ma'noda zinokor bo'lib qolgan kishilar tavba qilib, o'zining xatosini tushunib yetganidan keyin mana bu hozirgi holatga o'xshab ulamolarga savol berishadi. Savollari zinoni e'tirof qilish bilan birga endi gunohni yuvish qanday bo'ladi degan savol. Ulamolarning javobi doimiy ravishda bo'ladiki, albatta hozir zinokorga had qoyim qilish, unga shariatda berilgan jazo choralarini qo'llash tatbiqda yo'q, qonunlarda yo'q. Shuning uchun nasihat shu bo'ladiki, erkak bo'lsin, ayol bo'lsin, bilib bilmasdan turli sharoitlarga tushgan holda zino qilib qo'ygan bo'lsa, ana o'sha zinoni e'tirof etib, gunohligini tushunib yetib, tavba qiladigan bo'lsa, haqiqiy ixlos bilan chin dildan tavbani qilsin, Allohdan mag'firat so'rasin. Ikkinchi, bu ishga mutlaqo yaqin yo'lamasin, u yog'i Alloh taoloning o'ziga havola. Parvardigori olam kechishni, mag'firat qilishni istasa kechib yuboradi. Agar istamasa jazosini oxiratga qolishi turgan gap bo'ladi. Bu ma'noda demak, kishilar Alloh o'zi ko'rsatmasin, bunaqa narsaga yaqin kelmasliklari kerak. Mabodo shunday holatlar yuz berib qolsa, darhol tavba qilish kerak. Bu narsadan chetlanish va doimiy ravishda Allohdan mag'firat so'rab, ko'proq yaxshi ishlarni qilib, ana shu gunohni yuvib ketadigan darajaga yetishga urinib borish kerak. Alloh subhanahu va taoloning marhamati keng, o'zi rahim shafqat qilib, avf etsa, kechirsa, mag'firat qilsa, bandasini gunohini yuvib yuborsa, o'zi biladi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh taologa hamd va sanolar, u zotning habibiga, sarvari koinotga Alloh taoloning salovat va salomlarini so'ragandan so'ng suhbatimizni boshlashdan oldin bitta ikkita iltimos qilib so'ramoqchi bo'lgan narsalarimiz. Shu kunlarda qayerda va'z bo'ladigan bo'lsa, o'tinib iltimos qilib aytib turgan gapimiz shundan iborat. Oldindan bir to'yda qaytarib o'tgandik. Boshqa shaharlardagi to'ylarga qaraganda alhamdulillah Qo'qon to'ylari juda ham botartib bo'ladi. Eshitadiganlar boshqa to'ylardagi odamlarga qaraganda farosat bobida boshqalardan ko'ra yaxshiroq ekanliklarini izhor qiladi. Zulfiqor Ahmad Naqshbandi degan zot har safar o'zlarining suhbatlaridan oldin suhbat odoblarini eslatib turgan vaqtlarida aytadigan bir gaplari bor. Suhbat eshitishning odobi shuki, suhbat eshituvchi odam o'zi tavajjuh bilan, ya'ni e'tibor bilan yuzlanib o'tirish kerak. Boshqa odamlar ham ularni e'tiborini tortadigan ortiqcha ish qilmaslik kerak. Suhbatni tavajjuh bilan eshitish, ya'ni unga e'tibor qilishlikni foydasi shu bo'ladiki, eshitib turgan odam dunyo hayotida yoki oxirat hayotida o'ziga manfaatli bir gapni eshitib oladi. Gapirguvchi odamga Xudo tabaraka va taolo ajri savoblar bilan nomai amalini to'ldiradi. Agar sizda e'tibor bo'lmaydigan bo'lsa, tavajjuh bo'lmasa, qalban yuzlanish bo'lmaydigan bo'lsa, gapirib turgan odamga hech qanaqangi gap kelmaydi. Jaloliddin Rumi rahmatullohi alayhi o'zlarining Masnaviy shariflarida bir gap aytadi.
آب کمجو تشنگی آور به دست تا بیجوشد آب از بالا و past deydi. Ha deb suv oqtarib yuravermasdan tashnalikni oqtarish kerak deydi. Avval tashnalik bo'lsa, keyin suv oqib keladi deydi. Ya'ni u yaxshi ma'ruza bo'lsa eshitar deydi, o'rmasdan avval o'zimizda talab paydo qilishimiz kerak. Shu bir narsa gapirsa, foydali gap gapirsa, bir shundan o'zimni hayotimga tatbiq qilib bir manfaatlanib qolsamidi degan talab bo'lsa, keyin gapirguvchiga ham bir gap qalbiga Xudo taolo ilhom qiladi. Demak, bizdan talab qilinadigan narsa suhbatda tavajjuh e'tibor bilan o'tirishligimiz kerak. Yomg'ir osmondan sel bo'lib yog'ib yorganda ham paqirni to'ntarib qo'ysangiz ichiga bir tomchi suv kirmaydi. To'ntarib qo'yilgan paqirni ichiga sel yog'ib turgan vaqtida ham bir qatra tomchi suv kirmaydigan bo'lsa, ayib u paqirni o'zida bo'ladi, yog'ib turgan yomg'irda ayib bo'lmaydi. Hozir o'qib bermoqchi bo'lgan narsamiz bundan bir haftacha oldin bir to'yda og'zaki gapirilgandi. Hozir ham og'zaki gapirmoqchi edim. Sovuqligini e'tiborga olib. Sababi gap cho'zilib ketadiganga o'xshaydi. Lekin mavzuimiz, gapirmoqchi bo'lgan mavzuimiz dardlik alamlardan bittasi. Hamma mubtalo bo'lgan dard. Hamma mubtalo bo'lgan dard chunki Xudo taborak va taolo alhamdulillah hammamizga bir buyuk ne'matini bergan. Bu ne'matni hammamiz qadrini bilsak bilmasak juda ham qimmatbaho ne'mat va ikkita ko'z ne'mati. Bu ko'zni ne'matini, qadr qiymatini onasidan ko'r tug'ilganlar biladi. Chunki ularni ko'zini qarshisida kechasi yu kunduzi bir xilda qorong'u bo'lib turaveradi. Bizga kechasini tuni qorong'u bo'lsa, ular uchun kunduzi ham qorong'u bo'ladi. Demak, shunaqangi bir buyuk ne'mat, bir ko'z ne'matini, qadr qiymatini odamlar bilmasdan uni noo'rin iste'mol qilishga o'tib ketganligi uchun Zulfiqor Ahmad Naqshbandiy degan bir buyuk odam, hozir tirik odam. Men o'tgan sabab bir suhbatimizda aytib o'tgandim. Yoshlari 60 ga borganmi, bormaganmi bilmayman. Shu 16-17 yosh yigit bu ilk vaqtida uylanganida qalbidan chiqqan Alloh Alloh degan sadosiga yonida xotini uxlalmas ekan. Shunaqangi Xudo taoloning zikr bilan umrini hammasini o'tkazib yuborgan. O'shaning uchun Xudo taolo bu odamga gapiga maqbuliyat bergan, qayerga borsa chiroyli istiqbol bilan kutiladigan, hamma undan nasihat eshitib foydalanadigan. Zohiran ko'rganingizda shunaqangi go'zalki, shu darajada go'zalki, qo'pol qilib aytganda inson mast bo'ladigan darajada go'zallikni Xudo taolo ato qilgan zot. O'sha kishini hozir qo'limizda turgan kitobi Hayo va pok domonlik degan kitobi. Pok domonlik degani biz eshitganmiz buni gapni. Pok domon deydi. Pok domon degani etagi toza degani. Ya'ni etagi gunoh loyiga, gunoh botqog'iga bulg'anmagan degani. Ya'ni hayo bilan pok domonlik to'g'risidagi gap. Shu tashqaridagi e'tibor tortib turganlardan gaplashmay turishni iltimos qilgan bo'lardik. Keyin xullas bu kishini gapirgan mavzusi badnazarlik deb nomlanadi. Badnazarlik degani yomon nazar degani. Ya'ni begona xotinga qarash degani. Begona qizga qarash degani. Bu dardga hamma mubtalo. Qori ham mubtalo, omi ham mubtalo, eshon ham mubtalo, sufi ham mubtalo, tijoratchi erta kunda mubtalo, bozorda o'tirgan. Qarib bitta oyog'i go'rdi labiga borib qolgan odam ham mubtalo. Biz o'ylaymiz, u qariganda bu ishni qilmaydi, qaramaydi deymiz. U qarigan odam tajribasi juda zo'r bo'ladi. Xunuk chiroylikni u yaxshi ajratar boshqalarga qaraganda. Xullas, gapimizni boshida o'zimiz tarafimizdan aytilgan gap edi. Qolgani Zulfiqor Ahmad Naqshbandiyni gaplarini so'zma-so'z tarjima qilaman. Agar zerikish paydo bo'lsa, tezda suhbat tugatib qolamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Insoniy ko'zlar vaqtiki bejugan bo'lib ketsa, boshqaruvni qo'ldan chiqarib yorsak, aksar vaqtlarda favohish, ya'ni uyat ishlarga poydevorga aylanib qoladi. O'zi kichkinagina suvdan bo'lgan bir go'shan emas bu, bir suvli narsa. Kichkinagina narsa agar bejugan bo'lib ketib qolsa, bu aksar favohish, uyat ishlarga poydevorga aylanib qoladi. Shuning uchun muhaqqiq olimlarning nazdida yomon nazar tamomiy iflos ishlarning onasi deb aytiladi. Ya'ni go'yo aroqqa o'xshaydi. Aroqni ichib olgandan keyin hamma gunoh qilaverganga o'xshagan, bitta yomon nazar bilan qaragandan keyin orqasidagi ishlar ham
shunga ustiga poydevor tusiga qurilib ketadi. Mana shu ikkita teshikdan, ko'zni boshidagi ikkita teshigidan fitnani chashmalari qaynab chiqadi. Muhitda va jamiyatda atrofimizda yalang'ochlikni, uyatsizlikni tarqalishiga sabab bo'ladi. Mavlona Abrorul Haq degan zotning bir gapi bor. Hokimiyat tarafidan shunday buyruq berilsa, bu yil endi suv bo'lmaydi, o'shaning uchun suvlarini hammalarini jamlab olib qo'yinglar desa, 60 tonnalik katta sisternaga agar suvni olib qo'ygan taqdiringizda ham suvga gap yo'q. Ko'pligiga, to'laligiga gap yo'q. Lekin taydan ikkitagina teshik qo'yib qo'ysa, o'sha bokizni taydan to'plagan suvingiz hammasi oqib ketib qoladi deydi. Shunga o'xshagan ibodat qilyapmiz, alhamdulillah. Yoshlarning ichida Xudoni taniganlar ko'paydi. Yoshlarning ichida savdo qilib turganda qanday qilsam halol bo'ladi degan g'amda qilganlar ko'paydi. Oxiratdan qo'rqqanlar, Xudo ko'rib turibdi deb turib qo'rqib yurganlar ko'paydi. Ibodatlar bor, kechqurun turib namoz o'qiy turganlar, yig'lay turganlar, yaxshi gapni eshitganda ta'sirlanadiganlar alhamdulillah ichimizda ko'paydi, lekin ikkita mana shu teshikdan deydi hamma savoblar oqib chiqib qolyapti dedi. Islom mana shu ikkita teshikka, boshdagi ko'zning teshiklariga nazorat o'rnatgan, xohlagan narsangga qaraver demagan. Bu ham islomiy ta'limotlarning go'zalligi, islomiy ta'limotlarning jamoliki, har mu'minning nigohlarini pastga qarashlikka hukm qilgan. G'ayri mahramga, ya'ni nomahramga nazaringni tashlamagin va shahvatingni o'tini yoqmagin ham deydi. Ya'ni qaramasang, shahvating senda paydo bo'lmaydi deydi. Hindlarning bir gapi bor deydi. Agar qamish bo'lmasa, nay cholinmaydi deydi. Agar nay cholinmasdan deydigan bo'lsa, uzul kesil qamishni kesish kerak. Ya'ni jamiyatning ichida uyatsizlik, uryonlik, favohish ishlar agar bo'lmasin deydigan bo'lsa, avvalo o'sha badnazarlik, ya'ni yomon nazar avvalo bo'lmaslik kerak deydi. Ommaviy mushohadada ko'zga shu narsa tashlanadiki, qaysi odamlarning ko'zlari agar bejugan bo'lib ketsa, ular ichida shahvatni o'ti qaynaydi. Hattoki ular bir uyat ishga murtakkib bo'lib, uyat ishni amalga ham oshirib qo'yadi. Endi bu muqaddima. Alloh taborak va taolo Qur'oni Karim azimush sha'nda aytadi: A'udzu billahi minash shaytonir rojim. Qul lil mu'minina yaghuzzu min absarihim va yahfazu furujahum. Zalika azka lahum. Innalloha khabirun bima yasna'un deydi. Payg'ambar alayhisolatu vasallamga aytayapti, mu'minlarga aytib qo'ying, ular o'zlarini nigohlarini pastga qarassinlar deydi. Xudo taolo ko'zni yumgin demaydi. Pastga qarasa bo'ldi. Shu kifoya qiladi bizga. Agar yumaydigan bo'lsa, qoqini yiqilib tushamiz. Ko'zlarini pastga qarassinlar va o'zlarini uyat joylarini saqlasinlar deydi. Bu narsa ular uchun pokizaroq deydi. Beshak Alloh taolo hamma qilay turgan ularning ishlaridan xabardorman deydi. Qur'oni Majidni mana shu oyatni mu'minlar uchun bitta mukammal payg'am, bitta mukammal xabar. Mufassirlar yozadiki, bu oyatda ta'dib ham bor, ya'ni adab berish ham bor, tanbih ham bor va tahdid ham bor. Buni bayoni quyidagicha bo'ladi. Oyatning ibtidoiy hissasini ko'rsangiz, unda ta'dib bor. Mu'minlarga adab o'rgatyaptiki, qaysi narsalarni ko'rishlik ular uchun joiz bo'lmaydigan bo'lsa, o'sha narsalardan o'zlarini nigohlarini pastga qarassinlar. Bandaga, qulga shu narsa yarashadi, shu narsa unga zebu ziynat bo'ladiki, hojasiga farmonbardorlik qilsa yarashadi. Ya'ni qulga o'zini xo'jayinini aytgan gapini qilishlik yarashadi, undan boshqa narsa yarashmaydi. Ya'ni bizni haqiqiy hojamizni bizga buyurgan buyrug'i shu. Demak, bizga yarashadiki, ko'zimizni pastga qilsak, shu narsa bizga chiroyli ko'rinadi, yarashadi. Bundan ma'lum bo'ladiki, ko'zni yumishlik ibtidoyu uyat joyini saqlashlik intiho bo'ladi. Xudo taborak va taolo ko'zingni pastga qaragan, uyat joyini saqlagin degan gapdan shu narsa ma'lum bo'ladiki, uyat joyim saqlansin degan odam avvalo ko'zini yumish kerak ekan deydi. Uyat joyini saqlashlik ko'zni yumishdan boshlanadi. Go'yo bu ikkovi bir-biridan ajralmas narsa. Qaysi odamning nigohi agar nazoratdan chiqib ketsa, uni uyat joyi ham nazoratdan chiqib ketadi. Tanbih shunday bo'ladi. Zalika azkalahum deydi. Ya'ni ko'zni yumganingizda foydasi o'zimizga bo'ladi. Zalika azkalahum degani ko'zini pastga qarasa, foydasi o'zlariga deydi. O'zlari uchun u narsa pokizaroq. Ya'ni bizni ko'zimizni yumishligimiz bilan Xudo taoloning xazinasiga birorta boylikni qo'shib qo'ymaymiz. Yo'inki biz ko'zimizni yummaydigan bo'lsak, Xudo taborak va taoloning mulkiga, saltanatiga birorta nuqson ham yetkazolmaymiz. Nima qilgan bo'lsak, yaxshi ishni foydasi o'zimizga bo'ladi. Ko'zini yumgan odamda ibodatida yaksulik nasib bo'ladi. Bir yo'g'lamalik nasib bo'ladi. Ibodatda xotirjam qiladigan bo'ladi. Nafsoniy, shaytoniy va shahvoniy vasvasalardan insonning joni qutuladi. Agar mana shu hidoyatga amal qilmaydigan bo'lsa,
O'sha yomon nazarining sababidan qalbidagi sokinlik yo'q bo'lib, sokinlikdan inson mahrum bo'ladi. Diliga hasratlar to'lib ketadi. Fitnaga tushishlikka kuchlik xavf paydo bo'ladi. Oxirida Xudo taolo oyat karimada aytadiki, innalloha xabirun bima yasmaun, qilay turgan ishlaringizni hammasidan xabardorman. Ya'ni ko'zni yumay turganingizda siz kimdan qo'rqib pastga qaratib yumyapsiz? U palonchi xotinning yonida eri ham bor ekan deb yumyapsizmi? Qarasam xafa bo'lib qolmasin deyapsizmi yo buni yumishga Xudo taolo buyurgan deyapsizmi? Hammasidan xabardor. Bu degan narsa bir narsaga ishora ham qiladi. Tahdid qilyapti. Qilay turgan ishingni hammasini bilib turibman degan u tahdid aslida. Ya'ni qana qilib turib jazo berishni juda zo'r bilaman degani. Ko'z eng kerakli vaqtlarda sizdan ketib qolib Xudo taolo eng dolzarb vaqti bo'lganda Xudo taolo sizni bundan mahrum qilib qo'yadi degani. Islom xotinlarga erkaklarga qanday qilib bunaqangi buyruqni qilgan bo'lsa, xuddi shunday baralla qilib turib xotinlarga ham shu hukmni qilgan. Xotinlarga ham shu buyruqni qilishda islom faromush qilib esidan chiqarib qo'ymagan. Chunki erkak bilan xotinning ikkovini ham hamiri bitta bo'ladi. Erkakda bor shahvat, xotin kishida ham bo'ladi. Shahvat degani odamlar o'ylaganda qangi bir qo'pol narsa emas. Shahvat degani qalbdagi moyillik, o'sha tarafga tortishishni aytadi. Go'yo o'rischa qilayotganda magnit degani bu. Ularning haqida Xudo taborak va taolo va qul lil mu'minati yaghzuzna min absarihinna va yahfazna furujahunna, mu'mina xotinlarga ham aytib qo'ying, ular ham ko'zlarini pastga qaratsin, ular ham uyat joylarini muhofaza qilsinlar. Ularga ham xuddi shu nima formula. Uyat joyim saqlansin desa, ko'zi pastga qarash kerak. Payg'ambar alayhisolatu vassalomda ham hadislarning ichida xuddi shunday buyruq topiladi. G'azzu absarakum wahfazu furujakum, ko'zlaringizni pastga qaratinglar, avratlaringizni saqlanglar. Yana bir joyda janob Payg'ambar alayhisalom aytadilarki, an-nazratu sahmun masmum min sihami iblis. Qarashlik, begona xotinga nazar qilishlik shaytonning o'qlarining ichidan zaharlangani deydilar. O'qni o'zi ham o'ldiradi. Agar o'lmay qolganingizda zaharli o'q aniq o'ldiradi. Qarashlik, siz bitta begona xotinga qarab turganda o'qni unga otyapsizga o'xshaydi-yu, aslida o'qni o'zingizni qalbingizga otasiz. O'ldirishi tabiiy uni, aniq narsa. Yana bir joyda Payg'ambar alayhisolatu vasallam marhamat qiladilar. Al-aynan zinahuman nazar. Ikkita ko'zning zinosi qarash bo'ladi. Ikkita ko'zning zinosi qarash bo'ladi. Bu hadisi pokdan ma'lum bo'ladiki, qaysi odam nomahramning chehrasiga shahvatlar to'la nigohini tashlaydigan bo'lsa, o'zini dili bilan u odam go'yo zino qildi. Dil zinokor. Ko'zi bilan zino qaragan odam dilida zino qildi. Salafi solihinlarning bir gapi borki, ko'zni baridul ishq deydi. Kelajakda paydo bo'lgan harom muhabbatlarga ko'z elchilik qiladi go'yo. Ko'pincha shunaqangi bo'lib qoladi, yo'lda ketib turgan vaqtingizda nomahram xotin sizni ro'parangizdan chiqadi. Hozir yo'lda ko'chada ketishga ham hojat yo'q. Eshik tagiga chiqsangiz ham ko'rinaverar. Nomahram ayol kishi sizni qarshingizdan chiqadi, uni chehrasiga nazaringiz tushadi. Mana shunaqa holatda nima qilish kerak? Terimlab turaverish kerakmi, kuzatib qo'yish kerakmi, burilib ketguncha orqasidan qarab? Mana shu holatni Hazrat Ali karramallohu vajhahu Payg'ambar alayhisolatu vassalomdan so'raganlarida Janob Rasululloh u kishiga aytgan ekanlar: "Ya Ali la tattabi'in nazara an-nazra fa inna lakal ula wa laysat lakal akhirah." Ey Ali, bitta nazardan keyin ikkinchi nazarni ergashtirmang. Ya'ni bir marta qaraganingizdan keyin ikkinchi marotaba qaramang. Chunki birinchisi sizni foydangizga, ikkinchisi siz uchun emas. Ya'ni ikkinchisi sizni zararingizga dedilar. Bundan ma'lum bo'ladiki, birinchi kutilmaganda qilingan nazar kechiriladi. Agar birorta vaqtda, qaysidir vaqtda inson birinchi nazarni ham agar o'zini xohishi bilan tashlaydigan bo'lsa, u ham harom bo'laveradi. Birinchi qarashlikni Xudo taolo kechiradi. Ikkinchisi harom bo'ladi, ikkinchisini kechirmaydi. Agar birinchi qaray turganida ham inson o'zini xohishi bilan xohlab turib qaraydigan bo'lsa, Xudo taborak va taolo o'shani ham kechirmaydi. Birinchi kutilmaganda tushgan nazarni Xudo taolo kechiradi. Agar birinchi nazarda ham xohlab turib ichidan shu qanaqa ekan deb turib qaragan bo'lsa, Xudo taborak va taolo uni kechirmaydi. Zulfiqor Ahmad Naqshbandiy aytadilar, bizni odamlarni qaray turgan birinchi nazarini o'zi shunaqangi to'yib olib qaraydiki, ikkinchi qarashga o'zi hojat ham qolmaydi deydi.
Nomahram tarafiga shahvatli nazar bilan qarashlik fasodni urug'i bo'ladi. Shayton nomahram narsalarni ziynatli qilib ko'rsatadi. O'zi yaxshilab qaraydigan bo'lsangiz, uzoqroqdan o'zi hamma narsa ham chiroyli bo'lib ko'rinadi deydi. Shaytonning hunarlaridan eng zo'ri bittasi shu. Uyingizda turgan haloldan nikoh qilib olgan xotiningizni xunuk qilib ko'rsatib, ko'chadagi begonanikini chiroyli qilib ko'rsatadi. Yosh bolalarga ham nazar qiladigan bo'lsa, e'tibor qiladigan bo'lsangiz, tamomiy meva, pista, bodom uyingizda turadi. Bittasi yeyman demaydi, mehmonga borganda qitig'ingiz keltiradi, hammasi yeyman deb. Shaytonning zo'r hunarlaridan bittasi shu. O'zingiznikini xunuk qilib ko'rsatib, begonanikini chiroyli qilib ko'rsatadi. O'zi yaxshilab qaraydigan bo'lsangiz, uzoqdan o'zi hamma narsa ham chiroyli bo'lib ko'rinadi deydi. Shuning uchun mashhur bir masal bor. Uzoqni do'mbarasining ovozi zavqli bo'ladi der ekan. Yaqiningizda bo'lsa quloqingizni yetib boradi. Lekin uzoqdagi juda yoqimli eshitiladi. Go'yo yomon nazar qilish bilan insonning dilida gunohning urug'i ekiladi. Bu urug' vaqt kelib turib o'sadi. Rosa o'sha dunyodan inson o'tib turgan vaqtida unib chiqadi bu. O'sha vaqtida shayton demak sizni tuzoqqa ilintirishlikka zo'r vaqt topadi. Qobil bilan Hobilni, ya'ni Odam alayhisolatu vassalomning ikkita o'g'illari bittasini xotinini ko'rib turib, go'zalligini ko'rib turib akasini o'ldirishga yetib borgan, dunyoda odamni qatl qilinishiga birinchi qo'yilgan poydevor shu aka-ukalar tomonidan qo'yilgan. Qiyomatgacha kimni o'ldirsa, qaysi odamni qatl qiladigan bo'lsa, hammasini payg'ambar alayhisolatu vassalom o'sha Odam alayhisolatu vassalomning o'g'illarini bittasiga yuklaydi. Sababi gunohga poydevorni o'sha qo'ygan deydilar. Lekin shunchalik qiyomatgacha hamma gunohni yelkasiga yuklab bera turgan gunohni boshida ham xotinga qarashlik turadi. Akasini xotinini ko'rib qolgan, yaxshi ko'rib qolib, ukasini masalan o'ldirgan. Payg'ambar alayhisolatu vassalom aytadilarki, al-aynan zinahuman nazar wal uzunan zinahumal istima wal lisan zinahumal kalam wal yadu zinahumal batsh wal rijl zinahumal khuta wal qalbu yahwi wa yatamanna wa yusaddiqu zalika al farj aw yukazzibuhu. Ikkita ko'zning zinosi qarash bo'ladi. Ikkita quloqning zinosi eshitish bo'ladi. Tilning zinosi gaplashish bo'ladi. Qo'lning zinosi ushlash bo'ladi. Oyoqniki yurib borish bo'ladi. Demak, ma'lum bo'ladiki, zinoning irodasi vaqtdagi insonda bo'lar ekan. Qachon bo'ladi? Qachonki nomahramning tarafiga qarasa, keyin zinoga xohish boshlanadi. Agar birovlar ko'rmasa, zino xohlamaydi. Sizga bir mashhur masalni aytib beray deydi. Mashhur masal shuki, har qanaqangi dunyoni uzoq safari ham 10,000 kilometrlik safar bo'lganda ham u birinchi qadam bilan boshlanadi. Bitta qadam tashlash bilan boshlanadi. Zinoni ham uzoq safari deydi. Uzoq safari qarash bilan boshlanadi. Payg'ambar alayhisolatu vassalom birorta musulmon deydilar. Bir xubsurat, chiroyli inson ayol kishi tarafiga nazari tushsa-yu, o'zini nigosini Xudo taolodan qo'rqib turib pastga qaratadigan bo'lsa, Alloh taolo unga ibodatni lazzatini nasib qiladi deydilar. Hamma musulmon, namozxon, yigitmizmi, qarimizmi, yosh, katta hammani holatini tekshirib, shikoyatini eshitsangiz, hamma aytadiki, namoz o'qib mazza qilmaydi. Hamma ham shu. Namoz o'qib hech kim mazza qilmaydi. Impera choy ichib mazza qilsa mazza qiladiki, lekin choy ichib mazza qilsa ham, osh yeb mazza qilsa ham, boshqa shirin lazzatli taomni yeb mazza qilsa ham, lekin eng buyuk ibodat, dinning ustuni bo'lgan ibodat qilib turgan hech kim mazza qila olmaydi. Nimaga? Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytadilarki, har kim haromdan ko'zini agar tiyadigan bo'lsa, Xudodan qo'rqib, unga Xudo taolo shunaqa bir narsa beradi, u ibodatning lazzatini tatiydigan bo'lib qoladi. Juda ham foydali savdo. Vaqtinchalik lazzatni inson tark etsa, qaraganda lazzat bor, o'ziga yarasha ajoyib lazzati bor qarashlikni. Lekin u lazzat shu xotin burilib ketguncha davom etadi. 1 minut, 2 minutlik vaqtinchalik lazzatni tark etsa, Xudo taborak va taolo unga iymonni doimiy halovatini, shirinligini nasib qiladi. Sabit bo'ldiki, unaqa odamning sinasida, unaqa odamning ko'ksida Xudo taborak va taolo bir salqinlikni, osoyishtalikni tashab qo'yadi. Bir qonunda aytib beray deydi. Qonun shuki, har savoblik ishni mukofoti ham o'zini jinsidan bo'ladi, har gunohni jazosi ham o'zini jinsidan bo'ladi. Har bir gunohni jazosi, yomon ishni jazosi o'zini jinsidan bo'ladi. Xudo taborak va taolo oxiratdagi holatini tekshirganingizda, kitoblarda ko'rsangiz, zinokorga oxiratdagi jazosi zinokorlarni oldidan oqib chiqqan suvni ichkizish bilan jazolaydi. Qiyomatda. Lekin dunyoda ham bir jazo bor.
Uni payg'ambar alayhisolatu vasallam va'id sifatida va'da qilganlar. Man zana zuniya bihi walau bihitani darihi. Har kim zino qilsa, uni ham zinosini qiladilar deydilar. Ya'ni uni hech kim zino qilmaydi. Uni qizini zino qiladi, xotinini kimdir zino qiladi. Uni singlisi ham bor. Har kim zino qilsa, uni ham zinosini qiladilar, agarchi devoriga ishqalab ketib bo'lsa ham deydilar. Ya'ni qizi bo'lmasa, bunga aloqador, bunga qarindosh, buni mahramin ichida, buni hovlisida birorta ayol kishi bo'lmaganda ham uni qilgan gunohi dunyoni o'zida ham bejazo qolmaydi. Endi buni qilayotgan hozirgi savoblik ishi haromdan ko'zini tiyishlik degan narsa, ya'ni ozginagina vaqtinchalik lazzatni tark etadi, Xudo taolo unga ibodatni lazzati degan mukofotni beradi. Savobli ish qaysi jinsdan bo'lsa, uni mukofoti ham xuddi o'sha jinsdan bo'ladi deydi. Hazrat Tahonaviy degan bir olim aytadi deydilar. Yomon nazar har qancha ko'p qarang. Ko'p qarang. Mayli minglar erkak xotinga qarang. Qaraganda ham o'qrayib qarang. Termilib qarang. Har bir qaraganingizda 1000 soatdan qaraganingizda ham hech qachon bu ko'z to'ymaydi hech qachon. Shunaqa bir kasal bo'ladi. Biz ko'rmaganmiz, ilm Xudo ko'rsatmasin ham istisqo degan kasal bo'ladi. Istisqo degan kasalga dunyoni hamma suvini ichkizganingizda ham chanqoq qonmaydi. Haligi chanqoqlikni qonganligini bildiradigan nimasi o'lib qoladi xullas. Ichaveradi, uni o'limi suvni ko'p ichish bilan bo'ladi. Ichib turib yorilib o'ladi. Bu shunaqangi istisqo kasaliga o'xshagan narsa. Buni dunyoni hamma go'zal xotinlarni olib qo'yganingizda ham qarab turib, bo'ldi, eng oxirgi qaraganim shu, bundan keyin boshqa qaramayman desangiz, bundan keyin chiroyliroq yana ham chiqaveradi. Hali zo'rdan zo'r chiqaveradi. Ilmlidan ilmli chiqaveradi, go'zaldan go'zalroq chiqaveradi. O'shaning uchun eng oxirgi qaraganim bu deb turib o'zini inson to'xtatolmaydi. Istisqo degan kasalga uchrab qolganga o'xshaydi. Zinoni amalidan alhamdulillah juda ko'p odam saqlanadi. Namozxon odam borki, Xudodan qo'rqib turib agar namoz o'qib turgan bo'lsa, hech qachon zino qilmaydi. Pul berganingizni ham qilmaydi. Nima uchun? Chunki zino qilishlik uchun ancha harakatlar kerak, ancha ahamiyat kerak. Avvalo, zino qilinay turgan xotinning roziligi kerak. U rozi bo'lmasa majburlab bo'lmaydi. Ikkinchisi, unga munosib bir vaqt kerak, munosib o'rin kerak. Yana bittasi tanholik kerak. Yolg'iz bo'lishingiz kerak. Birov ko'rib qolmaslik kerak. Chunki birov ko'rib qoladigan bo'lsa, izzatlaringiz, obro'laringiz hammasi yer bilan bitta bo'ladi. O'shaning uchun e'tibor qiladigan bu siz e'tiborli xalqning ichida obro'li odamlar Xudodan qo'rqmasa ham zino qilmaydi. Obro'sidan qo'rqqandan keyin zinodan o'zini to'xtatib yuradi. Undan keyin uni xotinning oldiga ancha pul bilan borish kerak. Bepulga u ko'nmaydi. Bundan tashqari zinoni orqasidan siflizga o'xshagan yoki spidga o'xshagan kasallari ham bor. Lekin begona xotinga qarashingizda bu narsalarning birortasi kerak emas. Begona xotinga qaray turganda zinoga o'xshab uni roziligini olinmaydi. Ruxsat bersalar, bir meni o'zlariga qarasam demaydi. Shu bir marta qaraganimga sizga nech pul beraman deb turib pul bilan ham kelishmaydi. Buni qaragandan keyin orqasida buni kasal bo'ladigan hech qanday xavfi ham yo'q. Obro'dan ajrab qolaman degan qo'rqinch ham yo'q. Men qarashimdan oldin ham qoriman, qarab bo'lgandan keyin ham qorimanman. Obro'ga hech qanday putur yetmaydi. Buni kim tark etadi? Ma'lum bo'ldi. Buni faqatgina Xudo ko'rib turibdi. Ertaga nima deyman Xudoning oldiga borganda degan qo'rqinchgina to'sadi xolos. E'tiborlar uchun rahmat, salomat bo'linglar. Alloh taolo aytilgan gaplarga, nasihatlarga amal qilishga hammamizga tavfiq bersin. Halolni amal qilib, haromdan hazar qiladiganlardan qilsin. Zino o'zi jirkanch. Zino nima? Zino nikohsiz jinsiy aloqa. Qisqa qilib aytganda. Inson pok nasl qoldirish bilan boshqa jonzotlardan farqlanadi. Agar zino hamma shariatlarda harom, hamma samoviy dinlarda harom, hamma o'zini bilgan jamiyatlarda zino harom. Endi eri yo'q ayol bilan zino qilishni ba'zi bir jamiyatlar yengil sanab qolgan. Lekin eri bor bo'lib turib zino qilgan ayolni hamma jamiyatlarda og'ir sanaladi. Xiyonat deb qaraladi, oilaga xiyonat deyiladi va juda ko'p jamiyatlarda jazo belgilangan hozir ham. Zino nasl nasabni ham barbod qiladi. Meros masalasini ham barbod qiladi. Bola masalan farzand bo'lsa, u otasidan merosxo'r bo'lishi kerak. To'g'rimi? Yo'inki qarindoshlik rishtalarini buzadi. Birov bilmasdan o'zini opa-singlisiga uylanib qo'yishi mumkin. Chunki otasi qo'shnisi bilan o'ynashib qo'ygan. Qo'shnisini bolasi katta bo'lganda yoqib qoldi, uylandi. O'zining singlisiga uylangan bo'ladi.
Agar zino oldi olinmasa juda fasod katta bo'ladi. Zinoga qadimdan qattiq jazolar bo'lgan. Misrda masalan eri bor ayol bilan zino qilgan erkak kaltaklab salkam o'ldirilgan. Hindistonda zinokor ayolni itlarga berishgan. Tiriklayin. Ana shundoq qilib o'ldirishgan. Erkakni temir qoziqqa o'tkazib, atrofiga o't yoqib o'ldirishgan. Qadimgi Rimda zinokorlarning mol-mulkini musodara qilishib, keyinchalik o'zini ham qatlga hukm qilgan holatlar, davrlar bo'lgan. Va hokazo. Samoviy dinlarda esa hammasida zinoni oshkora qilish, zinoning oshkora bo'lishi albatta jazoga olib kelgan. Jumladan islom shariatida ham mana shu narsa bor. Mana agar zino oldi olinmasa nima bo'ladi? Nasl-nasab aralashib ketsa, mana hozirgi kunda ba'zi bir jamiyatlar bor, zamonaviy dunyomizda. Farzandi tug'ilsa, sal rangi boshqacha bo'lsa, xotini bilan urushni boshlaydi. Nega? U sochi sal qoraroqmi? deb boshlaydi. Keyin xotinini sudga beradi, DNKsini tekshirishadi, ketdi. Zinoni orqasidan oilalar parokanda bo'ladi. Mana hozirgi kunda ham oilalar buzilishiga juda ko'p sabab bo'layotgan ishlardan biri nima? Zino va unga olib boruvchi ishlar. Telefonda yozishib qo'ygan, gaplashib qo'ygan, va shunga o'xshash harakatlar oilalarni parokanda qilyapti. Endi oilalar parokanda bo'lishi natijasi nima bo'lyapti? Yosh avlod xarob bo'lyapti. Onasining agar buzuqligi oshkor bo'lib qolsa, farzand u bosh ko'tarib yura olmaydi. To'g'rimi? Uni uylanishi muammo, turmushga chiqishi muammo, hamma yo'q muammo. Mana shuncha muammoni oldini olish uchun ham shariatda zino